Paxlava yaxshi ko'rasiz-ku, lekin ko'nglingizdagidek chiqmaydi, pechda ishib, organizmda cho'kib qoladi. Hozir sizga biza qilib o'tirmasdan, o'rtasidagi xamirni pishirmasdan shunaqa oson retsept beraman. Birinchi bo'lib tuxum sarig'i, smetana, sodani yaxshilab aralashtiramiz, ketidan elangan unni solib xamir qoramiz. Tayyor xamirni 3 ga bo'lamiz, ikkitasi bir xil, bittasi kichkinaroq va xolodilnikka yuboramiz. Xamir tayyor bo'lguncha nachinkasini tayyorlab qo'yamiz. Esim qursin, shashlik tayyorlagan listim yuvilmasdan qolib ketdi. Tezda bavi super очистительni olib, listga solib, ustidan qaynoqqina suvni quyib uvitib qo'yamiz. Ortiqcha qiynalmaymiz, qattiq ishqalamaymiz, qo'limizga ham zarari yo'q. Birinchi xamirimizni yoygunimizcha listimiz top-toza va tayyor. Yaxshilab artib, quritib xamirni solamiz. Nachinkani sovolib, keyin ikkinchi xamirni yoymasdan birinchi yoyib olib, keyin nachinkani solamiz. Yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun birinchi xamir ustidan nachinkani teng yarmini solamiz, ikkinchi xamirni qo'yib, qolgan nachinkani hammasini solib, uchinchi xamirni yopamiz. Bir tekis va chiroyli bo'lishi uchun chekkalardan ortiqcha xamirlarni kesib tashlaymiz. Osonroq bo'lishi uchun birinchi kesib, keyin tuxum sarig'ini surib olamiz. Oldindan qizdirilgan pechda pishib olgan paxlavamizga qaynoqligida asal suramiz. Ichi pishmaydi deyishdan oldin videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun alohida ko'rsatdim. Tayyorlab ko'rib rahmat aytishga, meni qidirib yurmaslik uchun podpiska tashlab qo'ysangiz xursand bo'laman.